Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, hurmatli vatandoshlar, yurtdoshlar. Men hozir mana Surxondaryo tumanida keldim. Bu yerda bir Bozorov Kamronbek degan hoji bolani Instagramlarda ko'rdim. Mollarini eshitdim, mana shuni eshitib, ko'rish uchun xabarlashgan hozir keldik. Uyini taqillatamiz. Kim? Bironta bormi? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Kamronbek hojining uyi mana shumi? Ha, shu keling aka. Biz mana qarang, o'zingiz tanishtiring opa. Men Bozorova O'g'iloy. Qumqo'rg'on tumani. Surxondaryo viloyati Qumqo'rg'on tumanida. Qumqo'rg'on tumani Ulug'bek mahallasida turaman. Qarang, O'g'iloy opa. Men Instagramlarda ko'rdim, ana farzandingiz Kamronbek hojivachcha, hoji ukamiz endi. Bu umra haj safarida borib kelgansiz bilan birgalikda. Endi hoji bilan mana shuni biz mana videolarni ko'rdim, Instagramga chiqqan, ammo tomonni ko'rib, men o'zim bir xabar haqiqatan shunday holat bormi, yo'qmi maqsadda keldim. Mana shu Kamronbek jiyanda chiqqan, mana shu Instagramlarga chiqdi, internetlarga chiqib hozir zo'r ketyapti-da xullas. O'zimizdan shuni eshitib bitdim, kelib xabar oldimi, yo'qmi? Yo'q aka, hech kim xabar olgani yo'q. Shu orada birov telefonimizga baraka topsin bir 500 ming tashlab berdi. Yana bir ayol kishi yana bir 100 ming tashlab berdi. Juda ham endi majburligimizdan shu Instagramlarga chiqyapmiz. Qancha joylarga, Toshkentlargacha borib murojaat qilib kelyapman. Mana ahvolim. Kirlar yuvsak, mana ko'ryapsiz ko'zingiz bilan. Endi kimlar nimadir deb uni qiladi, qancha hokimiyatga, mana mahallalarimga yana beryapman. Xo'p dedi 4 yildan beri shu uyni hujjatini qilib bermayapti. Mana keling aka ichkari uyimizni ham ko'ring. O'g'loy opa, o'tingda bitta narsamiz boshdan keldi, mana xonadon eshitib ostonasida turibman. Men bu narsani video qilib ijtimoiy tarmoqqa qo'yaman, agar rozi bo'lsalaringiz. Agarda yo'q desangiz, qo'ymayman, chunki har bir fuqaroning o'zini roziligi bilan ijtimoiy tarmoqqa qo'ysa endi yaxshilar bir narsa. Birinchi savol, ikkinchi savolim. Men shu videoni qilaman, Kamronbekdan video qilaman, o'zingiz ham video qilaman. Qarshiligingiz yo'qmi? Yo'q aka, hech qanday qarshiligimiz yo'q. E'tiroz yo'qmi? Sizga rahmat. Mana shuncha eshitib Instagramdan ko'rib kelayotgan ekansiz. Aka 4 oy, 5 oydan beri video qilamiz. Bitta inson kelib uyimizni mana ko'rib ahvollarni ko'rgani yo'q, majburligimdan qo'yyapman. Mana ichkariga kiring, hozir necha daraja issiq bo'lyapti, mana ko'rib turibsiz. Na havo, na boshqa bo'ladi. Mayli, bu uyda na remont qila olaman, na bir hujjat qila olaman. Arosatda yashayapman, kasalim bor. Men hech bo'lsa xo'jayiningiz ham kasal ekan, hech ishim bo'yicha. Gapira olmaydi, kar soqov bola. Qarab kelyapman shunga nima bo'lsam ham. Qarang, O'g'iloy opa, mana hozir videoni men qo'yish uchun plastik raqamlaringiz bormi? Bor. Kimning nomida? Shu gapira olmayotgan xo'jayinning nomida. Ism familiyasi nima? Saidov Jo'ra. Saidov Jo'ra aka. Ana shu plastik kartalarni qo'yamiz, hurmatli aziz obunachilar, video kuzatuvchilar, vatandoshlar, yurtdoshlar, aziz musulmon xalqi, har birimiz insonmiz, musulmonmiz, alhamdulillah, Xudoga shukr. Mana shu xonadan kelishimdan sabab bir insonning mushkulini oson qilish uchun. Rahmat aka. Bu kimdirki, kimda ehsoni bo'lsa, ana shu akani plastik raqamini qo'yaman, ko'ngildan chiqarib, xohlasin 1 so'm, xohlasin 10 so'm. Iloji yetmaganlar bir xushyor duo qilsa ham shuni o'zi kifoya. Biz videomizni davom ettiramiz bo'lmasa, O'g'iloy opa, xonangizga kiraylik. Keling. Mana aka, bozorga eski peskalarni olib borib, sotib, mana shu kun ko'rib kelyapman. Hokim yordamchimiz, mana issiq uyimiz. Havo, deraza yo'q. Mana ko'ryapsiz ko'zingiz bilan. Kim bilan ijtimoiy tarmoqdagilar endi ishonib hamma aldab bir uni qiladi-da. Ko'zingiz bilan ko'ray deb kelibsiz aka, rahmat sizga. Shu o'g'lim mana Yo'q, ham xona bormi? Ha, mana. Kirib ko'rsak bo'ladimi? Keling, ha. Mana shugina joyda shu gapira olmayotgan yotadi. Gapira olmayotgan yotadi, mana ahvolim. O'g'lim mana shu joylarda juda ko'p videolar qiladi. Instagramda shundan ana video taqlab chiqaradimi? Mana shu yerda mana 1 metrga mana shugina joy. Mana bu yerda o'sha kasalimiz yotadi. Hozir otasinikiga ketdi, mazasi yo'q edi. Bo'lmasa Kamronbek bilan bir gaplashishim imkoni bormi? Kamronjonni uyg'otamiz hozir, uxlab yotadi. Keling. Uyg'oting. Kamronbekni bezovta qilib qo'ymaymizmi? Mayli, endi iloji yo'q. Bu rosa kutardik.
Mana Kamron Begim hozir muloqot qilamiz. Kamron Bek, qalaysiz? Zo'r. Zo'rmisiz? Ha, Katta o'lyapsizmi? yaxshi. Charchamayapsizmi? Yo'q. Qiynamayaptimi? Issiqmi qanday o'lyapsiz? Issiq uyimizda bir derazasi bo'lsa edi, havo uyda aylanardi, lekin uyda dima qilib ketyapti issiqlashib. Qarang Kamron Bek, Ha, mana Instagramda kuzatib boraman-da, kanalingizni ham obuna bo'lib qo'ydim yaqinda, ko'rsam chiroyli gaplarni gapiribsiz, yaxshi gaplarni gapiribsiz. Mana hashyor kelgan ekansiz, ojiz yigit ekansiz. Obunachilar. Gaplashdim. Va Instagramga chiqqaningizdan keyin bitta bizni izlab keldimi, yo'qmi? yo'q. Nimaga? Momo izlab kelgandi, lekin u aldab ketdi. Momami? Ha, Bobolar kelmadimi izlab? Qani siz bir gapiring qani, biz xalqimizga o'zbek xalq nima gaplaringiz bor? Gapiring, Kamron Bek. shu uyimizda hujjatini qilib berishini so'rayman. Yana Keyin uyda hujjatini o'zimda eng zo'r uyim bo'lsa edi deyman. aha. Ayam qarzlarni quturib ketib, yanada katta uylarni olay deyman. Aha, yana Keyin o'zimni mashinam bo'lib, katta uy joylarda yasang deyman. qanday mashina bo'lib? Shu o'zimni mashinam bo'lsa edi deyman-da. Ha, o'zingizning mashinangiz bo'lsa, ha, nasib bo'lsa bo'ladi. Ha, necha yoshdasiz Kamron Bek? 9 yoshdaman. 9 yoshdasiz. Mana men Instagramda kuzatib boraman, yaxshi videolaringizni, chiroyli gaplaringizni. Jimizni ko'rgani keldim. Mana hozir video qilamizdagi nasib bo'lsa, Xudoingiz ijtimoiy tarmoqqa qo'yamiz bu narsani. Rozimisiz? Ha, Qarshiligingiz yo'qmi? yo'q. O'g'il qiz nima deysiz? Gapiring qani. Yo'q, bizni qarshiligimiz yo'q. O'z rozichiligimiz bilan 4 yildan beri mana shu o'g'lim ham ayajon, meni sinfdoshlarim kelsa o'tirsak dedi. Yuguryapmiz. Mana na remont qila olyapmiz, bir tarafga yechimini topmayapti-da. Bir tarafga yechimini topsa edi, bir sal bir remont qilib, bir unaqa qilar edik. Remont qilyapmiz, endi uyda hujjati bo'lmayapti. Buzilib qolsa, ko'chada qolamiz. Mana o'zi nogironimiz bor. Nima qilaylik endi? O'zimiz or bo'lsa ham majburligimizdan shu ijtimoiy tarmoqlarga chiqyapmiz. Bizni qo'llab-quvvatlab turgan Kamronjonning obunachilariga rahmat. Har kuni o'qiydi, har bir yozgan narsalaringizni. Nasib bo'lsa, oq yuzli bilan qani biz ham shu hokimimiz 4 oydan beri na hokimimiz, na mahallamiz aholimizni ko'rib turibdi. Mana bozorlarga borib, eskilarni qo'shnilardan yig'ib olib, savdo qilib kunimizni ko'rib turibmiz. Qarang, o'g'ilga mana rejaning nasib bo'lsa katta raqamlarni qo'yib, el xalqdan chiqarib, imkon qadar har bir insonni o'zini ehsoni bo'ladi, imkon qadar yordam qiladi deb umiddamiz. Nasib bo'lsa Xudo xolasa shu. Endi xalqdan so'raymiz, Kamron Bek, to'g'rimi yordamda? Toshkentga 4 marta borib keldik. Mana ijtimoiy haqiqat ovozi inosiga ham bordik. Hech bir umuman natija bo'lmayapti-da. Bitta inson kelib, rahmat sizga, mana kelib shuncha ko'ribsiz, sizni izlab kelganingiz uchun Allohim sizni qo'llab-quvvatlasin. Biz ham o'ynab ya bir unaqa qilib, yolg'ondan unaqa qilayotganimiz yo'q. Mana o'zingiz kirib kelib ko'ryapsiz ahvolimizni. Mana uyimiz yo'q, uyga o'chirtga qo'ying desak, mahallamizdagilar boshqa birovlar olib kelib yonimizga qo'yib rasmga tushiradi, bularni uyga borib, aldab chiqarib jo'natib yuboradi. Lekin mana hozir ko'rsin, hujjatimiz yo'q, uyimizda hujjati bo'lolmayapti. Hurmatli hurmatli obunachilar, mana shu videoni qo'yishimizdan maqsad, sabab mana shu xonadonga kirib kelgan haqiqatan mana shu Kamron Bek Instagramdagi videolarni ko'rib, bir xabarlashayga qidirib izlab topib kelishdim Qo'rg'on tumaniga. Endi bu yog'i aziz xalqimiz, vatandoshlarimiz, yurtdoshlarimiz qolgan yordam sizlardan kimdan kimki ko'nglida bo'lsa, ehsoni bo'lsa, katta raqamni qo'yamiz, otasining katta raqami ekan. Ko'ngildan chiqarib, hech kimdan majbur emas. Topsangiz 1 so'm, yoki 10 so'm. Kim topilmay qolsangiz, mana shu Kamron Bekni onasi uchun, Kamron Bek uchun chiroyli duo qo'ysalaringiz, Mayli. Alloh tomonidan hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Kimdan kimki yaxshi niyat bilan mana shularni xonadoniga o'zimni qo'shayin, shu oilaga yordam qilayin deganlar bo'lsa, plastik karta raqam pastda qo'yib qo'yamiz, ko'rib bemalol ko'ngildan chiqarib ehsonlaringizni mana shu xonadonni a'zolariga
tashlab qo'ysangiz ancha yordam bo'ladi sizga. Hammadan Alloh rozi bo'lsin. Ularga qilgan ehsoningizdan qolgan Alloh taolo yaxshi kunlaringizni, to'ylaringizni nasib qilsin. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Videoni kuzatib boring. Obuna bo'lishni unutmang. Rahmat.